Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar, qadrli vohadoshlar. Surxondaryo telekanalida bugun shoh va shoir, mehribon ota, samimiy do'st, vatanparvar shaxs bo'lmish Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligi munosabati bilan maxsus ko'rsatuvni e'tiboringizga havola etamiz. Albatta, Zahiriddin Muhammad Bobur haqida so'z ochar ekanmiz. Beixtiyor eng yaqin, samimiy insonimiz bizdan olisda va bizni sog'inayotgandek tuyulaveradi. U aytgan har bitta so'z, har bitta satr yuragimizni qat-qatidan joy egallab, bizni hijron atalmish bir tuyg'u bilan qamrab olaveradi. Ha, bu Bobur ijodiga, Bobur shaxsiyatiga, Boburning hayotiy chizgilariga xos bo'lgan, o'ziga mos bo'lgan yo'nalish hisoblanadi. Aziz teletomoshabinlar, bugun studiyamizda Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari, viloyat namunali maqom ansambli, Termiz davlat universiteti talabalari, shuningdek Termiz davlat pedagogika instituti talabalari ishtirok etishyapti. Bugun Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligi hamda ularning boy merosi, ijodi haqida so'z yuritamiz. Dastavval tanishtirib o'taman, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Qobilbek Xo'shboqov, Qunduzoy Atamurodova, Sayyora Roziqova, Dilnoza Xushvaqtovalar bugun asosiy Bobur haqida, ularning ijodi haqida so'z yuritadigan ustozlarimiz hisoblanishadi. Dastavval Zahiriddin Muhammad Boburning bolalik yillari judayam tahlikali bir davrda o'tdi desak yanglish aytmagan bo'lamiz. Chunki Timuriy shahzodalar ichida eng yosh va davlat boshqaruvi topshirilganda ham eng bir beg'ubor bo'lgan shoh bu Bobur hisoblanadi, to'g'rimi? U bolalikni eng qaynoq vaqtida butun davlatni boshqarishiga to'g'ri keldi. Butun mamlakatni idora qilishiga to'g'ri keldi. Keling, Boburni shu hayot yo'llari, bolalik yillari haqida to'xtalsak. Respublikamizning turli hududlarida shoh va shoir, davlat arbobi, so'z san'atkori, tarixchi, qolaversa Boburiylar saltanatining asoschisi Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligi keng nishonlanib kelmoqda. Xuddi shuningdek, Denov tadbirkorlik pedagogika institutida ham bu borada ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Kechalar, tadbirlar, ochiq darslar, zakovatlar tashkil etilmoqda. Endi Bobur haqida gapiradigan bo'lsak, biz o'sha so'z san'atkori, shoh va shoir Boburni bilamizki, 1483-yilda 14-fevralda Andijonda tavallud topdi. Otasi Umarshayx Farg'ona viloyati hokimi edi.